Hayz kechikkanda nima qilishingiz kerak? Eng avvalo birinchi bo'lib UZIga tushasiz. Agar UZIda endometriy qalinligi 12 mm dan baland bo'lsa va sizda tuxumdonlaringizda sariq tanacha aniqlangan bo'lsa, demak bu yerda homiladorlik haqida taxmin qilamiz va qon topshirib Hg miqdorini aniqlaymiz. Agar Hgch miqdori 10 dan baland bo'lsa, siz homiladorsiz. 10 kundan keyin albatta UZI qilib, homila bachadonga tushdimi yo'qmi buni aniqlik kiritishingiz kerak. Agar endometriy qavati 7-8 mm dan 10 mm gacha bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda sizda gormonlar almashinuvi buzilgan, progesteron defitsiti kuzatilyapti. Agar endometriy qavati 5 mm dan past bo'lsa, bu yerda sizda estrogen defitsiti kuzatilyapti. Demak, tuxumdonlar umuman ishlamayapti yoki sizda yallig'lanish yoki sizdagi hujayralar mana shu estrogenga sezgirligi kamayib ketgan. Agar qonda Hgch miqdori 10 dan past bo'lsa va UZI tekshiruvida tuxumdonda sariq tanacha aniqlanmasa, demak bu yerda sizda gormonlar almashinuvi buzilgan. Bu holatda sizda nima uchun hayz kechikayotganligini bilish uchun qon tahlilida gormonlar almashinuvi tekshiriladi va endometriy holatiga qarab davo tayinlanadi.